hayotdan yotdi. O'zim maza qilib uxlayapman. Qani yangi yillar ko'raychi bugun dam olishga maza qilib kompyuter o'ynayman. Xo'p, yangiliklarni ko'ramiz birinchi. Salom. 8-xudo xohlasa. Ya'ni bizni qisqartib o'tyapti. Xo'p, bugun sizlarga zombilar hujum qiladi. Tunda. Birinchi adashyapti. Aynan bugun ehtiyot bo'linglar, tayyorgarlik ko'rishni maslahat beraman. Niye? Qanaqasi ham bo'ldi? Menimcha rost gapiryapti. Video yonyapti. Qani birinchi omasam salomlashib olaylik. Avvalambor barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlardan Realta Mavoxsiz. Va bugungi videoda sizlar bilan Realta maza qilib Minecraft o'ynaymiz. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qaramosam ko'p cho'zmasam boshladik. A few moments later. Demak, bugun bizga zombilar hujum qiladi. Demak, bizga qishloqni qilishimiz uchun resurslar kerak. Buni albatta qishloqlar qilmaydi. Shuning uchun o'zim qilib qo'yaman. Ya'ni qishloq uchun zakaz so'rayman. Xo'p. Temir blok. Kiyim. Yana qurollar. Hamda yeyish uchun bir narsa. Xo'p, zakaz qo'ydim. Endi zakaz kelishini kutamiz. Yetib kelibdi. Pochtangizga qarang, yetib keldi debdi. Qani ketdik. Pochtani qo'yamiz. Bizga zombilar kelgan ekan, demak biz ham ularni kutib olishimiz kerak. Qani ko'ramiz, ular bizga berishgan ekan. Hoppa. Yaxshi. 8 tak temir blok bor. Menimcha buncha ketmasa kerak, lekin ochcha zakaz qilmaydi. Oho, mana haqiqiy qurollar. Bular bitta olamiz. Bular hozir ishlatamiz, shuning uchun bular tepada qo'yib qo'yamiz. Bunda men o'zimga qal'a quraman. Taxminan qal'ani mana shu yerlarga ko'rsam bo'ladi. Qanday boshladim. Xo'p. Bolalar binamiz bitti. Endi bolalar tez qo'ymoqchiman. Mana ko'ramiz qaysi yaxshi. Birinchi o'qitishni uzoq qotdigan bomba bilan eng kuchli qurollardan bittasi bo'lgan shuni ko'ramiz. O'g'izdan qarang. Oy, ancha kuchli qurol ekan. Lakin bütün antisipatli vizyon bilan sinfimiz. Aslında çok bilmiyorum. Ama kurallar juda zo'r. Endi zombi kelishini kutamiz. Hop. Mana zombilar qaranglar, hozir qarshi ko'p zombilar. Demak, jangimizni boshlaymiz. Xo'p, birinchi navbatda qo'rqinchli ko'raman. Biz zombilar hammasini yeyishimiz kerak. Bitta shuncha ketdi. Bunisi yaxshi. Bu yerda juda ham ko'p zombilar bor. Boshqalarni ketamiz.
Gelip gideriz. Hadi ne oldu? Zombiler bakayım. Zombiler çekmişsin. Yok. Bunları da öldürüp yok olamayız. Şimdi ahır gidene kaldı. Yani atom bombası istemem. Mayli. Hani 1, 2, 3. Çık. Yok, atomlu bomba. Yaşamamız gerek. Yok. Benim başka yolu yok orada. Yo.